Badriddin Husniddinov, dublyaj aktyori va bloger. Hozirda Sehrlandiya mana shu multfilmida Ulug'bek obraziga ovoz beradi. Agar tush bo'lganida qornimiz ochmasdi. Meni esa qornim rosa ochdi. Ulug'bek personaji juda ham bir ixtirolarni yaxshi ko'radigan, har doim qiyin vaziyatda o'rtoqlarini tashlab ketmaydigan, o'sha o'zi o'ylab topgan qiyin vaziyatdan ixtirolar orqali chiqib ketadigan personaj ekan. Yaxshilab e'tibor bering. Ulug'bek qatmanga o'xshaydi. Quloq. Men o'ylab topgan narsalarni hammasini bir nom bilan aytishim kerak. Xo'sh, nima desam ekan? Ha, topdim. Sehrlandiya. To'xta. Qanaqa olib-o'chi? Nimalar deyapsan axir? Kim olib-o'chi? Kelganimizdan beri hadeb uni ismini aytib odamni qo'rqitasan. Sehrlandiya yangi yilning asosiy tomoshasi.